Assalomu alaykum, hurmatli musofirda yurgan aka-ukalarim, mani kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar, tanijo'llar, sog'mi-omonmi? Ish bor, bitovka skladga eng arzoni 8200 rubl. Mana videosini qo'yib qo'ydim. Mana hozir taxlashi qanday qilinadi? Avval bitta angar bo'lsa, hozir уже 4 ta angar bo'ldi. 4 ta angar. Angarlar kengayapti. Bizga o'sha uchun ishchi kuchi yana kerak bo'ladi. Ustochilikdan xabari bor agar aka-ukalarim bo'lsa, agar yurakda o'ti bor, beli baquvvat, men borib shu ishni qilib bilaman degan aka-ukalarim bo'lsa, bemalol kelishlaringiz mumkin. Moskva, Rossiya territoriyasidan bo'ladigan bo'lsa, agar patent bilan oladi. Bez patent olmaydi. Nimaiki bizning ishxonamiz ofitsialniy ishxona, turdovoy dogovor qiladi. Agar O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan kuzatib o'tirgan agar aka-ukalarim bo'lsa, agar ular prямо agar kelsa, ularga registratsiyasiga, patentiga, barcha hujjatlariga ishxona yordam beradi. Registratsiya, patent, barcha hujjatlariga yordam beradi. Xonalar bor, platni ham bor, besplatni ham bor xonalar. Platnisi 8000 rubl. Uni dushi, hojatxonasi, kuxnyasi hammasi ichida sharoiti bor. Besplatnisi faqat dushi, hojatxonasi, общий ularni. Yurakda o'ti bor aka-ukalarim bo'lsa, agar bemalol kelishlaringiz mumkin. Faqat shu iloji boricha ustochilikdan xabari bor aka-ukalarim bo'lsa. 18 yoshdan 50 yoshgacha bitovka skladga olamiz. Ustochilikdan xabari bo'lsin, nimaga kelib beradi, ko'p beradi, shogird o'tirsam kunni o'tkazish kerak emas. 2-3 kun stajirovka turadi, o'zi отдельно olib ish qiladi. Eskilari bor, bir kunga bitta sabirat qiladiganlar bor. Yangilar 2 kunga bitta sabirat qilib o'tiribdi. Oylik объемda, xo'p, 200 ming oladigani ham bor, 300 ming oladigani ham bor, 150 ming oladigani ham bor bu yerda. Yana nima demoqchiman aka-ukalarim? Oylik 3 marta beriladi. 2 marta avans karta ochadi, 2 marta avans kartaga tushadi, 5-chисло kartaga tushadi, 20-chисло kartaga tushadi. To 20-chислоgacha qolganini наличие holatda beriladi. Ishonarli, 100% ishonarli aka-ukalarim. Men o'zim ham mana shu yerda ishlayman. Qo'rqmasdan gazini bosib kelib ishlashlaringiz mumkin mana bu yerda. Adresimizni aytib o'taman. Adresimiz Podmoskva, Sholtiyskiy rayon, Derevniy, Bogoslova. Yana bir marta aytaman. Agar Rossiya territoriyasida bo'lsa, patent bilan oladi bu yerda. O'zbekistondan, boshqa joydan prямо keladigan bo'lsa, hamma hujjatlariga ishxona yordam beradi. Bemalol kelib ishlashlaringiz mumkin. Bu yerda посредник yo'q, mana prямо начальникning o'zining raqamini qo'yaman, ismi Lipo. Telefon qilasiz, gaplashasiz, kelasiz. Tanijo'lari sog', omon bo'lsin.